Sizlarcha koinotni vahiydan xoli tushunish insonni nega boradi? Sizlarga mujtamiy munosabatlik saqlab qo'ygan ibratli filmlardan kichikkin bir ariya qo'yib beray. Filmdagi biri ular iddia qilingandek tadrijiy taraqqiyot jarayoni tasoddifiy yuz bermaganligini aytadi. Ya'ni biz buni tasoddifiylik demadik deydi. Bu yerda yangi atizmchilarning tasoddifiylik so'ziga ehtiyot bilan qaraydiganligini his qilamiz. Garchi bu koni atizmchilar ko'p ishlatadigan hukm bo'lsa-mu, tasoddifiy va ixtiyoriy degandek so'zlarning ma'nosi shunchalik burmalandiki, ko'p qism yangi atizmchilar bu hukmlardan yiroqlashmoqchi bo'lyapti. Yani yeni atizmchilar koinotdagi voqealarning tasoddifiy yuz berganligini iddia qilmaganligini aytadi. Amaliyotda bu bir yaxshi o'zgarish bo'lsa-mu, lekin ular bu qatim kallasini qayerga qo'yishni bilmayotdi. To'yiqsiz o'zgarishga o'xshash ko'p xil mexanizmdagi tasodifiylik hargizmi o'zligidan paydo bo'lib qolgan tasodifiylik emas. Umi koinotdagi har bir hodisaga o'xshash tabiat qonuniy tarafidan belgilanib kontrol qilinmoqda. Tabiat qonuniy tarafidan belgilanib kontrol qilinmoqda. Qarang, bu chaqchaq emas. Buni kallangizda obdan oydinlashtirib olishingizni umid qilaman. Bu jarayonning bir tasoddifiylik emasligini degan bu do'stimiz hodisaning koinotdagi boshqa hodisalarga o'xshash tabiat qonuniy tarafidan boshqarilganligini aytibdi. Buning o'xshash ko'z qarashlar ilm-fan sohasidagilar orasida nihoyat ko'p uchraydi. Hawking qatorliq xeyli ko'p kishilardan mushunga o'xshash jumlalarni anglay olasiz. Shu bu yerda faqat bir kishining so'zini ko'z tutmaymiz. Biz nihoyat umumlashgan bir masalaga to'xtalamiz. Biz oldin qismlardan hozirgi ilmiy metodning bizga yuz berayotgan ishlarning foili, qilg'uchi sifatida hamisha ishlarning bir qadam oldidagi sababini ko'rsatganligini tilga olgan. Ya'ni bu tabiatchilikning, ya'ni naturalizmning eng muhim e'tiqod prinsiplarining biri mushi. Ammo tabiat hodisalarining tabiat qonunlari tarafidan boshqarilganligiga ishonish naturalizmning ikkinchi asosi bo'lish sifati bilan ikkinchi tog'ut bo'lishi mumkin. Bir to'pni havoga qilingizda to'pning ma'lum nuqtaga qaytib kelishi to'g'ri kelib qolishmi yoki tasoddifiylikmi? Yo'q, o hargizmi tasoddifiylik emas, balki tabiat qonuniyati bo'lgan yerning tortish kuchi orqali kontrol qilingan bir jarayondir. Bu ahvol qaramoq shunga o'xshaydi. Mard to'pni otdi degan jumlaning yezilishi to'g'ri kelib qolishmi yoki tasoddifiylikmi? Yo'q, o tasoddifiylik emas, balki til grammatik qoidasiga asosan jumla putib chiqqan bir jarayon. Sen buni tasoddifiylik deb o'ylamsan? Yo'q, men buni tasoddifiylik demadim-ku. Turk tilining o'zguchli grammatikalar bor. Nima? Türk dili grammatik qoidasi bor-ku. Ya'ni xos ismlar cho'ng harflar bilan boshlanadi. 3 uzuk tovush bir yerga kelmaydi. Shundaqla 3 uzuk tovushlarning moslashishi deganda qoidalar bor-ku. Mana dal mushu grammatikalik qoidalar mushu jumlani qurib chiqadi. Mana qara, mard degan so'z cho'ng harf bilan boshlandi. Bu yerda uzuk tovush moslashishi hamda ba'zi bir qoidalar bor ekan. Demakchimanki, natijada bu jumlaning grammatik qoidalari putib chiqaradi. Biz buni hech qachon tasoddifiylik demadik. Biz qachon tasoddifiylik dedik deymi? Mana bu tema aslida nihoyat oddiy, ajoyib oddiy. Agar bizga ba'zi cheklamalar qo'yilmasa, aslida nihoyat oddiy bir ish. Ya'ni shu darajada oddiyki, jumlani ko'rgan hamon jumlani yozgan kishini tanishga boshlaysiz. Masalan, siz darhol bu jumladan jumla egasining turkcha biladigan, bilmaydiganligini bilib olasiz. Shundaqmi? Nimishqa? Chunki bu jumla turk tili grammatikasi bo'yicha yozilgan. Aslida to'liq oddiy bir ish. Shuningdek, yozuvchi yozgan narsaga tabi emas, yozilgan narsadan farqli deganga o'xshash hamma odam bular nihoyat oson tushunadi. Ammo kichikidan tortib qog'oz doirasidan chetnab ketma. Hamma narsani qog'ozga ikki o'lchamlik tekislik turib tushuntirsang bo'ladi. Uning sirtiga chiqib tahlil qilishing ilmiy emas deganda qoidalar singdirilib cho'ng bo'lgan bola mushuningdek tushunadi. Biz ilgari bu to'g'risida ko'p to'xtalgan edik. Endi temamizga qaytib kelaylik. Undaqda biz tabiat qonuniyatini inkor qilamdik. Albatta inkor qilmaymiz. Bizning demoqchi bo'lganimiz nihoyat oddiy. Mard to'pni otdi degan jumlaning yezilishi bilan havoga etilgan to'pning yenib tushish hodisasining tövendeki ikki nuqta jihatda hech qanday farqi yo'q. Ya'ni amaliyotda har ikkalisi ma'lum darajada ba'zi qonuniyatlar bo'yicha yuz bergan. Birisida turk tili grammatikasi qo'llandi, yana birida bo'lsa tortish qonuniyati qo'llandi. Qanday desangiz, bu yerda bu xatni yozuvchi turk tili grammatikasini obdan biladigan va jumlani yozishga qurb yetadigan. Shundaqla turk tili grammatikasi bo'yicha yozishning o'rniga boshqa tilning grammatikasi bo'yicha yoza oladigan irodaga sahib kishi. Shuningdek, yerning tortish kuchi qonuniyatini biladigan va uni ijro qilgudek iqtidorga ega. Geziga kelganda tortish kuchini xohlagancha bekita oladigan zot bekitmasa, yerning tortish kuchidagi qonuniyat nazariya formulasi hargizmi u to'pni yerga tushiradi. Chunki nazariyada kuch, iroda va ilm bo'lmaydi. Turkcha jumla u jumlaning yozuvchisini qanday tunutgan bo'lsa, to'p hodisimi bu ishning qilg'uvchisini, ya'ni fa'ilini shunday tunutadi. Ya'ni ikki ishga nisbatan o'xshash aql ishlatishimiz yetarli. Aslida bizning tabiat qonuniyati deganimiz amaliyotda mavjud bo'lgan intizomchan hodisalarni tadqiq qilib, formulalashtirib, ism qo'ygan narsalar. Ya'ni koinotdagi qonuniyatlarni bayqab xotirlagan narsalarimiz yuz bergan hodisani matematikalik formulaga tushirdi. Masalan, biz avval hodisani kuzatamiz, ondan keyin uni formulalashtirib, uningga bir nom qo'yamiz va oxirida bu ism shu hodisani paydo qildi deymiz.
Muşundaqmı mantiqsizlik bo'lamdi. O'zimiz ism qo'yib atib olgan qonunlarga cho'qinamdi. O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar. Bular sizlar va ajdodinglar qo'ygan ismlardir. Sizningcha yopirmoqni yerning tartish qonuniyati tushiramdi. Biz tush hodisiga qarab bu qonuniyatni biz berdik. Ya'ni bu harakatga biz aniqlama berdik. Qonuniyat faqat hodisaning qanday sharoit yuz berganligini bizga aytib berdi xolos. Xuddi turk tili grammatikasi jumlaning qaysi shartlar bilan yozilganligini tushuntirganga o'xshash. Endi biz biologiya, ya'ni jonliqlar dunyosiga munosabatli hodisalarga qarab chiqadigan bo'lsak, meningcha haqiqiy raddiya bu yerda boshlandi. Qarang, eng bima'ni ishlarni daverib kallangizga singdirib bir mezgildan keyin uning aksini o'ylayolmaydigan holatga kelasiz. Amaliyotda bu tema unchalik oddiy tema emas. Balkim bu bugungi dunyoda sizga qilinayotgan eng cho'ng zulm bo'lishi mumkin. Chunki sizning kallangizga singib ketgan bu ko'z qarash va bilimsizlik sizning mavjudlik tuyg'ungizga ziyonkashlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, alaylik, biz yangi tug'ilgan bo'tloq nimishqa o'zi turadigan muhitga mos keladigan badan qurilmasiga ega deb so'raganimizda, qarang, men hozirning o'zida, ya'ni bugun tug'ilgan bo'tloq haqida so'zlayapman. Xomxiyalchilar, tabiiy tanlag'uvchilar, bu inchkalqilarga diqqat qiling. To'gi turining million yillik tarixi hozircha meni bak qiziqtirib ketmaydi. Men u haqida so'zlamayman. Alaylik, to'gi jarayoniga bir qaraylik. Ular to'gining yaratilishiga qaramamdi deb o'zini tonishimizga chaqirgan bir ovoz xitob qilingan. Biz bu hodisaga qarab, bu yangi tug'ilgan bo'tloqning puti nimishqa u yashaydigan jo'grafiyalik muhitga moslashgan holda keng ham qilin, kirpiklari uzun ham qo'yiq yaratilgan deb so'raymiz. Biz Tögide atrofning cho'l ekanligini ko'ralaydiganga ko'z, qomga cho'kib ketmagidek darajada putning kengligi va nurg'un suvni saqlashga ehtiyojli ekanligini inchik o'ylayoladigan ilm, ong va idrok yo'q deb hayronligimizdan Allohu akbar deganimizda, dinsizlar chunki bular to'gining DNA'sida kodlangan deb javob berdi. Buningga qarata bizning so'raydiganimiz, undaqda o DNA'ni kim kodladi emas. Qizil oson unutib qolmang, tartibni atlab o'tmang, paytni uzoqlashtirmang, davomli savol so'rab turing. Yana bu DNA masalasini qo'limizga olib qarab boqaylik. Chunki bu bizning aql ko'zimizga tortilgan intayin qilin pardadan biri bo'lib, yuqorida tilga tabiat qonuniga cho'qinish masalasiga o'xshab qoladi. Ko'z oldingizga ikki kichik bolani keltiring. Ular shu topdan go'zal binokorlik uslubi bilan bezalgan va o'xshamagan alohidalik ega tarixiy masjidni hayronlik bilan kuzatib, u imoratning ustasining kim ekanligiga qiziqyapti. Masjidga qarab, bu usta matematikani obdan biladi ekan, akustikni tushunadi ekan, u intayin zil, pishqon, cho'ng bir usta ekan deyishiga biraylan kelib, bolalar, bizning kuzatamaydigan va o'lchamaydigan ishlarga ishonishimiz ilmiy emas. Qani nima ekan u usta degan kishi? Uni ko'raldinglarmi? Undaq bo'lsa, demak, usta hikoyasiga ishonishinglarning hech hojati yo'q. Men sizlarga bu masjidning qanday silinganligini deb beray. Deydi-da, bir oz izlangandan keyin qo'lida masjidning chertyoj materiali bilan keladi. Masjidning binokorlik jihatdagi o'ziga xos uslubining hammasi mushu chertyojda tafsiliy xotirlangan. Buningga qo'shib, bu masjidni paydo qilgani dal mushu masjid chertyoji deydi. Sizlarni hayron qoldirgan alohidliklarning hammasi mana mushu masjid loyiha chertyojida bor. Demakchimanki, endi undaq jamiyni bino qiluvchi ustasi kim degandek savollarning hojati yo'q. Asta nega borsizlar deyman. Men buni tasoddifilik demadim-ku. Uni loyiha daftari qildi deyapman. Ya'ni boya maslahat ko'rsatgan chertyoj. Bu daftar bilan bo'shliqlarni to'ldiryapman. Bu vaqtda u kishidan so'raydigan tunji savolimiz, u masjid chertyojini kim sizgan emas. Albatta bu bir to'g'ri savol, ammo tartibni buzish orqali u odamning ahmoqona gap qilayotganligini o'ziga his qildirmaysiz. Bu yerda so'rash tegishli halqiliq savol shuki, bu chertyoj masjidni sala olamdi. Loyiha chertyoji hargizmi masjidni salamaydi. Masjidning selinish uchun bu ishni biladigan, bejiraligidek kuchi hamda u masjid loyihasini shu o'ringa muvofiqlashtirib, amaliylashtirishligidek iqtidor bo'lgan biri bo'lish kerak. Lekin biz to'yga hodisada yuqori iqtidorga sahib birini ko'rmaymiz. DNA jonliqlarning turi kodi, ammo uning bu turni bildigan ilmi bilan har tarafni boshqarib ijro qilaligidek kuchi va bu turni u yerdagi kodga uyg'un bir shaklda amaliylashtirish taliyaligidek irodaga sahib kishi zodi kim? Afsuski bu alohidliklarni DNA'da bo'lsin, uni ayiradigan narsada yoki boshqa ferment va elementlarda bu sifatlarni topolmaymiz. Butun bu elementlar davri jadvalidagi o'lik moddalarning tizilishidan tarkib topganligini ko'ramiz. Uning ustiga u kim bo'lishidan qat'iy nazar boshqa bir cho'ldagi to'gining badanini boshqarish kerak. Chunki shu paytda u yerdagi to'gidimi o'xshash kod qo'llaniladi. U hatto quyoshni boshqarish kerak. Chunki bu yerdagi fizikaning harakat qonuniyatlari quyoshdami o'xshashli ijro qilindi. Dioksiri binoklikasga o'xshash chiroyli nom berish masalani tub yiltizdan hal qilolmaydi. Yo'pirmoqning yerga tushayotgan har bir daqiqasida bir qonuniyat bor. Muhimi biz mayli yerda bo'lsin yoki yo'pirmoqda bo'lsin, bu o'lchamni o'ylayolgudek bilim va ongni ikkilisidan topolmaymiz deb yana izlashga urinsak, ilm-fandan oldigan javobimiz tortish kuchi qonuniyati bo'lganligidan degandan iborat bo'ladi. Tortish kuchi qonuniyati yo'pirmoqni tushiramaydi, balki yo'pirmoq tortish kuchi qonuniyatiga asosan yerga tushadi. Ya'ni turk tili grammatikasi jumlalarni yozolmaydi, balki jumlalar turk tili grammatikasiga asosan yoziladi. Qurilish chertyoji masjid salamaydi, masjid qurilish
qurilish chertyojiga asosan selindi. Aslida bu yerda so'rashga tegishli to'g'ri savol tartish kuchi qonuniyatini kim paydo qilgan degan savoldir. Ammo nurg'un kishilar bu savollarni so'ramay yillardan buyon dogmachilik bilan zaharlan. Aslida Allohni tunishga vasila bo'lgan ilm-fan darslari aksicha Allohdan yiroqlashishga sabab bo'lmoqda. Bu zodi nima uchun? Chunki hamma odam o'qigan sari hodisalarning nihoyat ochiq oydinlashadiganligini o'ylab qilishdi. Yupurma qanday qilib o'lcham bilan tushidi. Qonuniyat bor o'g'lim, qonuniyat uni tushirdi. Buning hayron qoluvchiligi yo'q. Qonuniyat yupurmoqni oladi, ondan uni yerga tushirdi. To'g'ri nimishqa bundaq bo'ladi? Chunki biz uning DNAsini topdik. Nima uchun bugun tug'ilgan 300 ming boqning quliqi va qo'llari bir-biriga o'xshash qilibdi bo'ladi? Ya'ni bo'lishga tegishli bir shaklda bir jo'p ko'zi ustida, eg'izi ostida, tishlari bo'lishga tegishli darajada qattiq, ko'zmi o'ziga loyiq darajada yumshoq. Buning aksini tasavvur qila olamsiz? Tamtet edigan tilimizning og'zimizda emas, balki topinimizda bo'lishini xolamay to'qshindaqqa. Bu hodisalar yuz berayotganda albatta bizdan bu vaqt so'ralmaydi, lekin bu badan a'zolarining kunda 300 ming qatim joy-joyiga muvofiq o'rnashtirilganligini ko'ramiz. Badandagi karbon har vaqt sirtqa chiqarilib, oksigen qabul qilindi. Buningga o'xshash millionlagan misollarni sanay olamiz. Qarang, biz millionlagan turlarning ichidagi bir tur sanalgan insonning yakka bir shaxs uchun millionlagan misollarni bera olamiz. Hozirning o'zida taxminan 90 million atrofida onaning qo'rsiqida yetilayotgan bovoqning har birida buning o'xshash milliardlarcha hikmatlik jarayonlar yuz beryapti. Tabiatshunoslik ilmining million yillik jonliqlarning kelib chiqishi haqida nimalarni deydiganligini surishtirishdan burun bugun tug'ilgan milliardlagan jonliqlarning qanday tug'ilganligi haqidagi bayonlarni surishtirishimiz kerak. Chunki aqlni lol qiladigan hodisalar mana mush yerdan boshlandi. Hayotning har daqiqasida hayron qoldirgudek, san'atkorning hunariga dalil bo'lgudek va insonlarning tiliga emas, aqliga subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar degizadigan bir jarayonlar bor turib, bu dalillarning hammasini qonuniyat bu jarayonni boshqardi, kontrol qildi deyish orqali nodonligi bilan temini yepish va ommaga bu fikrni tengish, shundaqla botilaqqa bo'g'iniga o'xshash million turlik jonliqlarning bugun tug'ilgan millionlagan bolasining har biri aql va rahmat sohibining qudratining iznosini ko'rsatadigan dalillar bilan liq to'lgan bo'lsa-mu, uning DNAsi shundaq deyishdek odatlangan jumlalar bilan dalillarni bostirib, hayronlikni o'ltirish va Allohning tunishiga to'sqinlik qilish qatorliqlarni Qur'on cho'ng zulm deb ataydi. Shirikning Allohni tunimaslikning naqadar cho'ng zulm ekanligini endi his qilgansiz. Chunki odamning jasadini o'ltirishdan bakrak eg'ir bo'g'ini insonlarni odamiylikdan mahrum qo'yish. Mavjudotlardan Parvardigorini tunimaydigan, hayron qolmaydigan hamda bu hayronlikni qondirish uchun sajda qilmaydigan organizm inson sifatiga loyiq bo'ladi. Chunki bulardan boshqa ishlar insonlarni boshqa jonliqlardan farqlantirmaydi. Agar siz inson organizmini yaratquchining qudratiga shohid bo'lish, hayron qilish, shu vajidan sajda qilish va shukr qilish qatorliq iqtidorlarni xunuklashtirib yo'q qilsangiz, ular uchun buningdan cho'ng zulm bo'lmaydi. Shunga o'chiqib aytganda ba'zi ongliq ilm-fan o'qituvchilari mustasno. Ko'p qism ilm-fan darslari hozirgi dars anglatish usuli bilan bu zulmning oldingi qatoridagi javobgar. Qanday qilib bo'lishidan qat'iy nazar ba'zilar buning hal qilish chorasini Yangi Imom Xatib maktabi echish deb qarasam, men yanala ilm-fan o'quvchilarini ishlarning mohiyatini izlanishga chaqiriq qilaman. Ya'ni sizga tengilgan bu bema'niliklarni surishtiring. Qani o'ylab beqing, agar biri yerga tushgan yomg'ir tomchilarini farishtalarning elib tushadiganligini degan bo'lsa, bu bir e'tiqod masalasi bo'ladi va u kishi masxir qilinadi shundaqqa. Ammo buningga o'xshash minglagan olimlar o'xshash hodisani atalmish tabiat qonuniyati bilan boshqarilganligini deganida buni e'tiqod masalasi deyilib masxir qilinish u yoqda tursin. Sen nima deyapsan? Qonun bu jarayonni boshqaramdi deydigan bir odam chiqmadi. Nimishqa deyamaydi? Chunki u sang e'tiqod sifatida emas, bilim sifatida sunil. Halbuki u bir e'tiqod. Qanday qilib bo'lmasin, u pokitsiz, mantiqsiz bir e'tiqod. Qaranglar apandilar, naturalizm qo'llovchilari asli ish bu nuqtada baq qiziqarliq bilindi. Ish bo'lmaganda buni bilan. Bu ish ba'zilarga qiziqarliq tuyuldi. Aslida meningcha haqiqiy o'ylab beqishga tegishli bo'lgan va ishning qiziqarliq yeri shuki, injener, doktor, dorigar bo'lgan, ya'ni sizning ma'rif andizingizda yetishgan, shundaqla 21-asrdagi zamonaviy bir shaxs bo'lish sifati bilan tushunmay turib qarg'ularchi qabul qiladigan emas, balki bu hodisalar haqida izlanib tadqiq qilgandan keyin 1400 yil ilgirki qadimiy kitobning yopirmoqning qanday tushganligi haqidagi mantiqisini sizlarning o'ttir qo'ygan mantiqanglarga qaraganda texmi oqilona va reallik uyg'un deb qaraydi. Meningcha bu paketlar bu kitobning to'g'ri kitob ekanligining dalili bo'la oladi. Inshaalloh bu vaqtda keyingi qismda texmi tafsiliy to'xtalamiz.